Assalamualaikum Serxillar Ma'rifining aziz ishtirokchilari. Biz bugun Serxillar Ma'rifi tanlash imtihonining matematika savollarining foydalanish javoblarini birlikda ishlab chiqaylik. Birinchi savolimiz: Tuvandagi shaklda bir-biriga parallel bo'lgan ikki to'rt bo'loqning taraf uzunliklarining farqi berilgan. İki to'rt bo'loqning aylanma uzunliklarining ayirmasi qancha deb so'rabdi bizdan. Andoqsi biz buni ikki xil usulda ishlasak bo'ldi. Birinchi xil usul: aldı bilen biz mayani mundaq kesib alsak, mana şekilde. Onundan keyin ma tarafni mundaq kesib alsak, ma tarafni o'xshash shaklda kesib alsak, nima ish oldu? Ma tarafninki uzunluğu bilan ma tarafning uzunluğu teng oldu. Ma tarafning uzunluğu bilan bu tarafning uzunluğu qolgan ikki tarafni ashundaq ma sirtki bilan ichininki teng oldu. Faqat artıq kısmı qaysi desek, bu kısım, bu kısım, bu kısım, bu kısım, bu kısım, bu ve bu iki kısım buldu. Biz muşanın uzunluklarının yığıntısını tapsak oldu. Maya 3 olğandikin bu yemi 3, bu yemi 3. Maya 3 olğandikin bu yemi 3, bu yemi 3. Maya 4 olğandikin bu yemi 4, bu yemi 4. Bu ya 2 olğandikin bu yemi 2, bu yemi 2. Şoňa bizninki ahirki cevabımız qanday oldu? 2 qoşulgan 3. Koşulgan 3, koşulgan 3, koşulgan 4, koşulgan 4, koşulgan 2, koşulgan 3. Bularning cevabını hesaplap çıkarsak neçe? 24 oldu. Yani bununki farkları 24 metre oldu. İkinci xil usulumuz texin bekrak ölçemlik usulda işleyil dep qarsak, İçideki dikdörtgen bo'loqninki uzun tarafının uzunluğunu x desek, kısa tarafının uzunluğunu y desek, onda olsa kichkininki aylanma uzunluğu neçe oldu? 2 kesilengen 2 qo'shilgan y oldu. Çoğununki çoğu anda olsa maya x olsa, ma tarafta 3 uzun, ma tarafta 4 uzun, anda olsa x qo'shilgan y uzun taraf, kısa taraf çoğu maya y, maya 3 metre uzun, maya 2 metre uzun, cemisi 5 metre uzun, anda olsa y qo'shilgan 5 oldu. Anda olsa çoğununki aylanma uzunluğu neçe desek, 2 kesilengen x qo'shilgan y, qo'shilgan y de qo'shilgan 5, yani qo'shilgan 12 degan oldu. Bu ikisininki farqi neçe? Anda olsa 2 kesilengen x qo'shilgan y, qo'shilgan 12 elingan, 2 kesilengen x qo'shilgan y. Bunu tırnaqdan chiqarib olsak x y'lar ketdi. Neçe qolib qoldi? 24 qolib qoldi. Birinchi savolimizni shunday ishlasak bo'ldi yoki farqli usullarni ishlasanglarmi bo'ldi. Bizning bu yerda eng muhim nuqta nima? Sizlarniki qanday tafakkur qilishinglarni sinash. Anda ikinci sualda nima debdi desak, ikinci sualda tuvandagi shaklda 4 dona üstümüz tushgan yurak shakli bor bo'lib, bularning yuzi ayrim holda 1 kvadrat santimetr, 4 kvadrat santimetr, 9 kvadrat santimetr ve 16 kvadrat santimetr ekan. Anda bu şekildeki buyalgan rayonunki yüzünü tepeng. Qarsak anda en çoğuna çıkan 16. Bunun içindeki kısmını çıkarırsak mayadaki buyalgan kısmı kayıp kaldı. Nece? 16'dan 9'unu ele alsak mayanınki yüze 7 santimetre kvadrat. Onda olsa mavi şeklinki nece tertip uç gelsek 1, 4. Anda olsa bununki 4 santimetre kvadrat. Ma A kısmını çıkarırsak maya nece 3 santimetre kvadrat. Cemi neçende olsa 7'den qo'shilgan 3'den neçe 10. Cevabımız ne bulganda olsa 10 santimetre kvadrat. Üçüncü sualga keldik. Deydi bir toydaki mehmonlarning 8'den biri kichik bola, cho'nglarning 7'den 3'i er bo'lsa, ayollar toydaki kishilarning nechidan nechisini egallaydi deydi. Anda olsa 8'den biri küçük balı olsa qanchiligi çoğ adam 1 elingan 8'den 1 teng 8'den 7'si çoğ adam. Bu 8'den 7'ninki qancha qismi er kishiydi? 7'den 3'ü. Bu 7'den 3'ünü köpeysek cevabımız teng 8'den 3. Yani 8'den 3 kısmı çoğ er kişiga, yani umumi adamınki, umumi kişinin. Umumi kişinin kanda olsa umumi kişinin bir bütün desek bununki 8'den 3 kısmı er kişi, 8'den 1 kısmı küçük bala, anda olsa ayollar neçe kısmını gelaydı? 8'den 4 kısmını yoki 2'den 1 kısmını. Bunu başka bir neçe şekilde işlekli buldu. Biz muşunla buldu kılayla.
Dördüncü sual. Arka kelgen 3 musbat bütün sanның kvadratlarının toplamı 770 bolsa bu sanlarning eng çoğu qancha? Andaus biz bu yerda hech qaysini o'qimaymiz. Andaus bunun ichidagi ma'lum birisini x deb qaravasak, birinchi sanni x deb qaravasak, agar ikkinchi sanni x qo'shilgan bir, uchinchi sanni x qo'shilgan ikki. Lekin biz buning kvadratlarini hesaplaymiz. Hesaplag'an vaqtida bayamqidek hesaplasak sal murakkab bo'lib qoldi. Shunga biz o'rtadagi sanni x desak, bir kichikka x ilingan bir cho'ng x qo'shilgan bir sal turib kvadratlarini hesaplag'an vaqtimizda hesaplash osonroq bo'ldi. Shunga biz o'rtadagi sanni, ya'ni o'rtadagi sanni x deb qaraylik. O'rtadagi sayını nima deb qarasak, x deb qarasak, ana o'sha birinchi sanni bo'lganda bo'lsa x ilingan bir, lekin bizga buningga kvadrati lazım. Qo'shilgan ikkinchi sanchonda bo'lsa x ning kvadrati qo'shilgan, uchinchi sancho x qo'shilgan 1 ning kvadrati, buning qiymati necha? 770. Bu kvadratlarni echib bunu nima deb echildi? X kvadrat ilingan 2x qo'shilgan 1 qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan x kvadrat qo'shilgan 2x qo'shilgan 1 teng 770. Bu yerdagi minus 2x bilan plus 2x ni qisqartirsak bo'ldi. Nima qoldi bo'lsa 3x ning kvadrati qoldi. Mayada bir tane 1 var, mayada bir tane 1 var. Bunu o'ng tarafga o'tkazsak, javobimiz necha bo'lganda bo'lsa 768. Ikki tarafni 3 ga bo'lib olsak, x ning kvadrati teng necha bo'ldi? X ning kvadrati 256 oldu deyman xatolashmasam. Unda bo'lsa bu ikki tarafni yıldızını chiqarib olsak, x teng plus 16 ve minus 16 deb ikki qiymat chiqadi, lekin bizga nima deb ekan? 3 musbat butun son. Shu biz bu yerda musbat qiymatini olsak necha oldu? 16. Biz nima degan o'rtadagi sayni x, ya'ni o'rtadagi sayni x degan bizga eng cho'ngisi tepang deb ekan. Unda bo'lsa eng cho'ng nima? X qo'shilgan 1 teng 17. Javobimiz bu. 5. sual qaraydigan bo'lsak, nima debdi? Tuvandagi hisoblashda PQRS birdan raqamga vakillik qildi ekan. Undaqda P qo'shilgan Q qo'shilgan R qo'shilgan C ning qiymati necha deydi? Anda olsa 5 ga C raqamini qo'shib ekan 4 chiqibdi. Anda olsa 5 ga bir hech qanday bir tal raqamni qo'shish orqali 4 chiqa olmaydi. Qancha chiqa oldi? 14 chiqa oldi. Anda olsa 14 chiqarish uchun C teng necha bo'lishi kerak? C teng 9 bo'lishi kerak. C teng 9 bo'lsa, mayada biz ko'ngilda qolgan sondan birini yozishimiz kerak. Anda bo'lsa 5 qo'shilgan 9 teng 14 bir nimaga yozdik? 4 nimaga yozdik? Anda bo'lsa mayadagi son 1 qo'shilgan 4. 5 ga 0 ni qo'shsak 5 chiqadi. Agarda ko'ngilda qoldigan ish ulab qola olsa, mayada cho'qim mayada 10 bo'lishi kerak. 10 deydigan bir raqam yo'q. Shunga R ning birdan bir ala oladigan qiymati nechaga teng? R teng 0. Anda bo'lsa mayada ko'ngildimi qolmadi? P bilan Q ni qo'shsak nechaga teng ekan? P qo'shilgan Q teng 6. Bu yerda P belki 1 Q 5 yoki P 2 Q 4 bo'lishi mumkin. Bu necha bo'lishi bizga muhim emas. Eng muhimi P bilan Q ning yig'indisi 6 ekanligini bilsak bo'ldi. Shunga P qo'shilgan Q qo'shilgan R qo'shilgan C ning qiymati teng 9 qo'shilgan 0 qo'shilgan 6 teng necha? 15 deb topsak bo'ldi. 6. sual. Bir şişgalning 6 tarafiga minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 dan iborat 6 son yozilgan ekan. Bu shishgalni 2 qatim etib ustiga tushgan 2 sonni ko'paysak, natijaning minus son bo'lish ehtimolligi necha? Anda bo'lsa, o'ylaylik, qanday sonlarni ko'paysak minus son chiqadi? Cho'qim 1 minus 1 plus sonni ko'paysak minus son chiqadi. Bunda chiqishdan necha xil ahvol bor? 2 xil ahvol. Qanday? Birincisi minus son, ikkinchisi plus son. Yoki birincisi plus son, ikincisi minus son. Anda olsa biz mushu ehtimollikni ayrim hesablab ikki xil ahvolni qo'shib olsak, biz natijaga erisha olamiz. Anda olsa birinchi xil ahvolni o'ylaylik. Birincisi minus son. Birincisi minus son chiqishning ehtimolligi nechaga teng? Jami tanlash 6 xil tanlashimiz var. Bizga lozim natijada nechasi var? 3 var. Anda olsa 6 dan 3 ga teng. Tamam. Anda olsa ikinci sonning pluslash ehtimolligicha uchun jami tanlashimiz yana 6. Bizga lozim bo'ldig'ini necha? 2. Anda olsa 6 dan 2. Bu ikkisini ko'paysak bo'ldi. Ko'paysak javobimiz
6'dan 1 oldu. Hem ya da hata yazıp yaptığımız meğer neçede yazışımız gerekti. 6'dan 2 dep yazışımız gerekti. Tamam. Onun denken karaylı birinci san eğer pilot san çıksa, pilot san olsa tanlaşının ihtimallığı neçe 6'dan 2 minus ulaşının ihtimallığı neçe bayan bilginimizdeki cemi tanlaş 6 minus sandan 3 ve 6'dan 3 ikisini köpeysek bu muhşaş 6'dan 1 anda olsa dedik birincisi minus san ikincisi plus san olsun mu? Ya ki birincisi plus san ikincisi minus san olsun buldu ve ikili xil ahvalını özara koysak cemi ihtimallık Təqnəcikdən 3'dən 1 degan cavabqa erişələyimiz. Əlbəttə, imtihanda siz yazğan vaxtınızda çoxum bir şeydə 6'dan 3, 6'dan 2'nin niməyə vəkillik qıldığanlığını biraz düşəndürüb yazsanlar təxmin yaxşı buldu. Bu yerdə biz videoda düşəndürüb atqan bolğanlığımız üçün bu düşəndürüş qismini biraz qısqartıb etdik. 7. sualda tüvendeki şekilde radyosu R bolğan 3 çember var. Bu 3 çemberinin merkezleri bir tüzsüzlük üstüde. Oturuşdaki çember iki yandaki çemberinin merkezinin ötüdü. Ondaqda bu şeklinin aylam uzunluğu qançadaydı? Biz ondaqlaydı. Ma nokta 3 noktanı özara tutaşdıraylı. Tutaşdırırsak qandaq nəticəyə erişələyimiz? Anda olsun mayadan mayaga joğan arlıq reğiden, mayadan mayaga joğan arlıq mı reğiden, bu mu reğiden, anda olsun miyada erişken 3 bulunumuz nime? Tən tərəflik 3 bulun. Tən tərəflik 3 bulunun ki, mayadaki bulun neçə gradus oldu? 60 gradus. Mayadımız sızsaq, oxşaş bir tal 3 bulun erişkili buldu, anda olsa, mayamı neçə gradus anda olsa? 60 gradus. Demek, biz mayadaki bütün çemberge qarsak, mayadaki 120 gradus kısmı kesip edilipti. 240 gradus kısmı bagen. Anda olsa bir çemberinin umumi aylam uzunluğu neçigiden 2 pi köpeytilgen reğiden. Anda olsa biz bunun hemiz lazım emas bizge. Ma çemberde bununki neçiden neçi kısmı 360'dan 240 kısmı. Bunu kıskarsak neçigiden 3'den 2'ye giden. Yani bu hazır hesaplığımız ma kısmınınki oldu. Hem de bu kısmını hesaplığandı çok. Anda olsa biz ma çemberden mayada 3'ten 1 kısmını çıkarvettik. Mayada 3'ten 1 kısmını çıkarvettik. Anda olsa ma ikisini özere koysak neçi kısmını geleydi? 3'ten 1 kısmını. Neçi 2 pi köpeytilgen 3'ten 1 koşulgan. Bu çemberin ahvali bu çemberden oxşaş 2 pi köpeytilgen 3'ten 2'ye tan. Hemen koysak miyad neçi var? 3'ten 4 var, 3'ten 2 var, 3'ten 6 oldu, 3'ten 4 oldu. Neçi oldan da olsa 3'ten 10 pi köpeytilgen reğeden. Biz bir yerde pi'nin kıymetini yazmayı bir vasıta pi boyunca kap koysak buldu. 8. sual 60 tane alma ve 60 tane neşbit var bulup bular hem kutularda oxşaş sanda alma ve farklı sanda neşbit bulgan şekilde kutulara kaçılanmakçı. Her bir kutuda alma ve neşbitinin buluş şartı bilen en köp bulganda kançı kutuğa kaçılanı buldu. Anda olsa biz kutudun en cık lazımken bizge. Anda olsa biz her bir kutuğa en az alma ve en az neşbit koyuşumuz gerek. Bir yerde kanda depti, alma çokum oxşaş olsun, neşbit farklı olsun depti. Anda olsa biz alma bir yerde 60 tane kutuğu birden taqtib etsekin buldu. Ya ki 30 kutuğu 2'den taqtib etsekin buldu. Almada çatak yok. Bir yerde uçraydıgan mesela nime de uçraydı? Neşbit de uçraydı. Anda olsa biz neşbitini oylashili. En köp kutu işletiş üçün biz her bir kutuğa en azdan neşbit kaçılaşık başlayılı. En azı doğanda neçinin kaçılığı oldu? Birine. Eğer biz birinci kutuğa bir tal neşbit kaçılsak, ikinci kutuda çoğun farklı neşbit ulaş gerek. En az gende neçinin kaçılığı alayımız 2'ni. Üçüncüsü küçüğü en az gende 3'nü. Muşundak kıtmansak, en tanını koysak bu çoğum neçeden küçük ulaş gerek? 60'dan küçük ulaş gerek. Yani 60'dan cık neşbitimiz yok bizninki. Biz bilimiz birden eğer bir koşulgan, 2 koşulgan, 3 ta ki 10'u koysak 55 olduğanlığını hemen bilirler. Anda olsa 11 ulap kalsıcı. 11 ulap kalsı bir yerde 66 ulap kaldı ve bizge
66 neşbit gerek bo'lib qoldi. Bu yerda 66 neşbit yo'q. Shunga eng ko'p deganda nechigacha qo'sha olamiz? 10 gacha qo'sha olamiz. Andos bu yerda 5 neşbit eshib qoldi, qanday qilamiz? Biz buni maqsadimiz nima? Har bir qutiga farqli neşbit quyosh bo'lganligi uchun biz eshib qolgan neşbitni eng oxirdagi bir qutiga qo'yib qo'ysak, maqsadimizga yeta olamiz. Bu yerda muhim bo'lgan nuqtadan birisi nima? Yana bu yerdagi 10 qutiga teng qilib olmani qanchaliqli bo'lamdi? Bo'ldi 60 olmani biz 6 dan qanchilab bersak bo'ldi deb biz eng chiqganda nechini ishlatkili bo'ldi? 10 ni deb tanlasak bo'ldi. Endi bu savolda masalan tuyuqsiz savolimiz 60 demek 70 ulab qalsa qanday bo'ladi? 70 ulab qalsa, bu yerda men bu savolni azroq kengaytib so'zlab beray deb o'ylab qoldim. Vaqti 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan n yana 70 dan kichik yoki teng desak bo'ldi. Bu vaqtda n bayon deganimizga o'xshash 11 nasi bo'ldi, 11 nasi bo'ldi. Lekin bu yerda bir masala uchraydi. Qanday? Biz 70 neşbitni 11 qachiga teng qachilay olamiz, qachilay olmaymiz. Biz bu vaqtda cho'qim 11 dan kichik bo'lgan 70 ga bütün bulungan bir sonni tanlashimiz kerak. Qaysi sonda bo'lsa, yenilam 10. Bu vaqtda javobimiz necha oldu? 10 oldu. 9. savol. Ahmet, Burhan ve Canan neresi kerak setvelishga chiqdi. Burhan Canan xarjlaganining 15%ni, Ahmet Canan xarjlaganidan 60% jiq pul xarjladi. Bu uchaylan jami 55 lira xarjlagan bo'lsa, Ahmet qancha pul xarjlagan? Unda o'zi qarasak biz bu yerda Burhanni Canan orqali hisoblabdi. Ahmetni Canan orqali hisoblabdi. Unda o'zi biz Cananninkini x deb qarasak, Cananning xarjlaganini x deb qarasak, bu vaqtda Burhanning qanday bo'ldi? Burhan Cananning 15%ni, ya'ni 15% x-dan. 15% x-ni deb yozildi 0.115x. Ondan keyin Ahmetcho. Ahmet Canan xarjlagandan 60% jiq. Yani Canan xarjlagandek bir xarjlabdi ve yani onun 60% bor ekan. Anda o'sini deb hisoblasak bo'ldi buni x qo'shilgan 60% x. Buni necha deb yozgan bo'ldi? 1.6x. Anda bu üçünün jami xarjlagani necha ekan? 55 lira. Shuni o'zaro qo'shsak x qo'shilgan 0.15x qo'shilgan 1.6x bu tang necha? 2.75x. Toplam kıymeti neçeye teng? 55 liraga teng. Anda olsa biz ikki tarafini 2.75 ga bölüyorsak x ninki necha ekanligini topa olamiz? 20 ekanligini topa olamiz. Anda bu savol tugimdimi? Yo'q, tugimadi. Bizga nimaninkini tepangdabdi? Ahmetninkini biz Cananninkini x deb qarab olgandik. Anda Ahmetninkini nechida? 1.16x'da. Anda o'zi Ahmetninki qanday bo'ldi? 1.16x tang 1.16 ko'paytirilgan 20. Buni aldirmay hisoblasanglar bo'ldi. Javobi necha? 32 TL. Anda o'zi 10. savolimizga keldik. 105 olsan 1 dan 1 yedi bor ekan, 2 dan 2 yedi, 3 dan 3 yedi, 4 dan 4 yedi, 5 dan 5 yedi. Ya'ni insan en yeziklik bu sonlardan qancha danasi 3 ga bo'lindi. Unda olsa biz buni tepish uchun biz oldindan bu son nechigacha yezildi deganni bilib olishimiz kerak. Unda olsa 1 dan 1 yedi. Unda olsa 1 dan 1 tal var, 2 dan 2 tal var, 3 dan 3 tal var, 4 dan 4 tal, 5 dan 5 tal. Nechigacha davom qilganligini bilmaymiz. Engacha davom qildi deb qarasak engacha, anda olsa jami nechta olsam ba 105 ta olsam ba biz bu orqali enning qiymatini topa olamiz. Anda olsa sonlar orqali o'rgangan bo'ldi bilasizlar. 1 dan n-gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini qanday topa olamiz? 2 dan n ko'paytirilgan n qo'shilgan 1 degan formula orqali topa olamiz. Bu necha? 105. Endi buni yechmoqchi bo'lsanglar oddiy ba'zi bir usullar orqali yechgan bo'ldi. Lekin biz bevosita o'lchamli usullar yechaylik. N ko'paytirilgan n qo'shilgan 1, ikki tarafni 2 ga ko'paytsak, ma taraf necha bo'ldi? 210. Mana echib o'taylik.
n kvadrat qo'shilgan n mana matrafga o'tkazsak elingan 210 taqnatcha 0. Endi biz bu taqlimini ko'paytirib ajratish formulasini foydalanib hisoblay olamiz. 210 ni 2 songa parçalasak, ya'ni ko'paytmamiz 210 bo'lsa, bu ikkisiniki yig'indisi n ning oldingi son 1 bo'lsa bo'ldi. Anda 210 ni biz 14 15 ko'paytsak bo'ldi. Lekin bunun minus chiqish uchun birisi plus, birisi minus bo'lishi kerak. Anda olsa ikkisining yig'indisi plus soni ulash uchun cho'ngi plus, ya'ni 15 plus bo'lishi kerak. Anda olsa n qo'shilgan 15 ko'paytirilgan n ilingan 14 dan 0 deb yozsak, n taqnatcha minus 15 minus 10 qoldirib qo'ydim. n dan 14 ikki xil qimmat bor. n ninki plus qimmatligini bilamiz, shu qimmat namaymiz. n taqnatcha olsa 14. Bu 14 ning ma'nosi nima degan gap? Anda olsa bu sonli 1 dan 1 yedi, 2 dan 2 yedi, 3 dan 3 yedi, 4 dan 4 yedi. Mushucha davom qilib, taki 14 dan 14 yedi ba, mushucha davom qildi degan gap. Anda olsa buning ichida 3 ga butun bo'linib qoladi qaysi? 3, 6, 9, 12 deganlar 3 ga butun bo'linadi. Bizga nechta tanasi 3 ga butun bo'linadi deb ekan. Anda olsa 3 dan 3 yedi, 6 dan 6 yedi, 9 dan 9 yedi, 12 dan 12 yedi ba. Bunun yig'indisini hisoblasak 30 nima demak? 30 talsan 3 ga butun bo'linadi. Endi keldik 11-savolga. 11-savolni o'qisak, 3 xonalik bir sonning o'tirishdagi sonni o'chirsak, hosil bo'lgan yangi son asldagi sonning 9 dan 1 ga teng degan shartga tushadigan qancha 3 xonalik son bor deydi. Ana biz bu 3 xonalik sonni bilmaymiz. Bilgandan keyin biz xonlar bo'yicha A, B, C deb yozib olaylik. O'tirdagi xonasini o'chirsak nima qoldi? AC. AC'ni 9 ga ko'paysak, ya'ni 9 esse 3 xonalik songa teng bo'lganligi uchun buni bu shaklda bir tanlama tuzib olamiz. Buni ish uchun biz mana xonalar qiymati bo'yicha yozib olaylik. Buni 100A qo'shilgan 10B qo'shilgan C teng 9 ko'paytirilgan 10A qo'shilgan C deb yozamiz. Tirnoqni o'chirsak 100A qo'shilgan 10B qo'shilgan C bu teng 90A qo'shilgan 9C. A ni matrafga, C ni matrafga o'tkazsak 10A qo'shilgan 10B teng 8C degan bir qimmatga erishamiz. Bunda bo'lsa, men 10 ni o'rtaq qilib chiqarsak, A qo'shilgan B teng 8C. Ikki tarafni 2 ga bo'lsak 5A qo'shilgan B teng 4C. Endi moya kelgan vaqtida sizlar bu taqlimni yeyishni bilasizlar qachon. C nimalarni ola oladi? 5 ning hassillarini, A qo'shilgan B uchun 4 ning hassillarini. Lekin agarda hassi 2 dan cho'ng son bo'lib qolsa, C ning qiymati 10 dan cho'ng bir qimmat bo'lib qoldi. Lekin C degan A, B, C ni biz nima deymiz? Raqam deymiz. Chunki bu 3 xonalik sonniki raqamlar bo'lganligi uchun. Shunga bu yerdagi hassining ola oladiganlari qiymati aram 1, şu A qo'shilgan B teng 4, C teng 5 degan qimmatni olaydi. Endi biz buni o'ylaylik. A qo'shilgan B 4 ni A'si bo'laverdi ekan, C 5. Endi A qo'shilgan B ni 4 ni qanday qilib asliqlaymiz? A 0, B 4 bo'lsa bo'ladi da. Lekin biz diqqat qilib qarasak, A bu 3 xonalik sonniki yuzlar xonasida. Agar A 0 bo'lib qolsa, 3 xonalik son bulanmaydi. Shunga biz A'ga 0 ni bersak bo'lmaydi. Shunga A'ga 1 dan boshlab beraylik. A 1 ni olsa, B nechini oldi? 3 ni. A 2 ni olsa, B 2 ni. A 3 ni olsa, B 1 ni. A 4 ni olsa, B 0 ni. B degan nima? Onlar xonasida. Bu hech qanday bir alayli shart yo'q. 0 ni olsin bo'ldi. Şu bir yerde asıl qilayotgan sondan necha xil bor ekan? 4 xil. Biz buni yozib aytaylik. A1 3 5 2 2 5 3 1 5 4 0 5 yani 135 225 315 405 ne ibaret 4 türlük son tanlayalıydı ekan. Deb yozib aytaylik. Keldik 12-savolga. 12-savol. Töndeki tenglikning kuchga ega bo'lish uchun yıldız ostida qancha dona 2020 ning kvadrati bo'lishi kerak? Unda olsa biz bu yerda bir qancha 2020 ning kvadrati bor debdi. Biz buni bilmaganligimiz uchun bu yerda n tane deb olaylik. n tane bor deb qarasak, hamda biz ko'paytirishning ma'nosini eslab boqaylik. 4 ko'paytirilgan 5 desak, buning ma'nosi nima degan gap? 4 yerda 5 bor degan gap. Unda olsa
n tane o'xshash sonni o'zaro qo'shsak nima degan gap? N ko'paytirilgan mush son degan gap emasmi shu? Tamam. Ya'ni bu yerdagi qiymatini n ko'paytirilgan 2020 ning kvadrati. N deganimiz mishada nechtal 2020 ning kvadrati borligini bildirdi. Uni ta'limini yangidan yazsak, bunday shaklda yozgan bo'ldi. Endi bu yerdagi yildizni yo'qotish uchun ikki tarafni kvadratiga ko'tarsak, n ko'paytirilgan 2020 ning kvadratidan 2020 ning 10 darajasining kvadrati. Darajaning darajasini hisoblashni bilamiz. N ko'paytirilgan 2020 ning kvadratidan 2020 ning 20 darajasi deb yozgan bo'ldi. Ikki tarafga 2020 ning kvadratini bo'lsak, n dan 2020 ning 20 darajasi bo'lingan 2020 ning kvadrati asos o'xshash darajalarni o'zaro alsak bo'ldi. Unda 2020 ning 18 darajasi. Ya'ni n tangnet ekan 2020 ning 18. N deganimiz nechtal mush sonliligini bildiribdi. Demak, javobimiz 2020 ning 18 darajasi. Keyingi savolga o'tsak, 13-savol. Biz tunagan videoga vaqtimizda bu 13-savol yana to'liq chiqmay qoldi. Shunga buni qayta video qilishga majburlab qoldik. Shunga farqliroq bo'lib qoldi. Kechirsizlar. 13-savol. Abdullah bilan Izguning yiqqan pullarining nisbati 5'te 3 idi. Abdullah 1600 lirasiga bir tablet setib olgandan keyin bu nisbat 3'te 5'ga o'zgargan bo'lsa, Abdullah tablet setib olishdan burun qancha puli bor edi deydi. Unda qo'ysa bu nisbat savol ekan. Biz nisbat bo'yicha yozib olaylik. Avvalan Abdullahning 5 ga bo'lgan nisbatidan Izguning pulisining 3 ga bo'lgan nisbati deb qarasak, agarda bu nisbatning qiymatini biz k'ga teng qilib olsak, Abdullahning pulisini necha deb yozib bo'ldi? 5 ga. Izguning pulisini necha deb yozib bo'ldi? 3 ga. Tamam, anda olsa Abdullahning pulisi 5 ga, Izguningki 3 ga bo'ldi. Abdullah 1600 TL'ga tablet setib olgan bo'lsa, Abdullahning pulisi bu vaqtda necha qolgan bo'ldi? 5 ga elingan 1600 TL pulsi qolgan bo'ldi. Izguning pulisi bu vaqt o'zgarmaydi? O'zgarmaydi. 3 ga teng bo'ldi. Bu teng yangi nisbat nechaga teng bo'ldi? Abdullahning 3, Abdullahning 5 ga bo'lgan nisbatiga teng. Anda olsa biz bu nisbatdagi tenglikni ish uchun ikkisini qarshilashtirib ko'paytsak, 5 ga 5 ni ko'paytsak 25 ga, 1600 ga 5 ni ko'paytsak ne chiqadi? 8000 elingan 8000. Bu deganimiz teng 3 ga 3 ni ko'paytsak 9 ga. Endi biz mana ikkisini o'rnini almashtirsak, bu 16 ga olsun, 16 ga. Bu teng mana tarafga o'tkazsak 8000. Tamam. Anda olsa ikki tarafni 16 ga bo'lib olsak, k deganimizdan 500. Anda olsa bu vaqtda Abdullahning puli necha bo'lgan bo'ldi? A deganimizdan 5 ga, bu teng 5 ko'paytirilgan 500 dan 2500. Ya'ni Abdullah tablet setib olishdan burun 2500 TL pul soliqini olaymiz. Keyingi savolga o'tsak bo'ldi. Endi 14-savol qaraylik. 14-savol deydi. 1dan boshlab 1 milliongacha bo'lgan butun sonlarda 3 raqami qancha qatam uchraydi? Biz buni oldindan sal oddiylashtirib, boshqa bir varaqqa sal oddiylashtirib ishlaylik. Bu hisob sal uzun bir hisoblash jarayonidan oldi. Biz oldindan bundaq yozib olsak, 1dan 99gacha 3dan nechasi uchraydi degan savolni o'ylanib baqsaq oldindan. Bu yerda bir necha xil o'ylash usulimiz bor. 1dan tortib 10gacha necha qatam, 10dan 20ga necha qatam, 30gacha necha qatam, 40gacha necha qatam deb birdan sanab chiqsak bo'ldi, lekin bu usulni ishlatsak milliongacha sanab bulash bek murakkab bo'lib qoldi. Shunga biz bu yerda bundaq qilsak agarda 10dan tortib yozib baqaylik. 10dan tortib yozsak 10, 11, 12, 13 taki 19gacha yozaylik. 20, 21, 22, 23, 29gacha. 30, 31, 32, 33, 39gacha. Undan keyin taki 90, 91, 92, 93,
Ta ki 99'u yazsak, mayada mesela 1-0, 1-1, 1-2, 2-0, 2-1, 2-2 hem bir rakam ten uçurallık. Lekin bir yerde bir rakam, bir tal rakam farklı kaysı 0. Çünkü bir hemisininki başlangıcıda ba, onun için mayadaki hemisininki ikinci kanısından ba. Lekin 0 farklı. Anadolu biz 0'ını mı eğer de 2 kanı toldurup yazsak ki, işte 0-0, 0-1, 0-2, 0-3 ta ki 0-9 deb yazsak nima girişeleyimiz desek biz bu yerde hem rakamninki uçraş qetim sani o'xshash bo'lgan bir sonlar orqali girişeleyimiz. Unda olsa biz bir yerde cəmin neçə rəqəm var deb tep olsaq əgərdə bir yerde 10 xil rəqəm bolğan üçün tapqan cavabımızı 10'u bilsək, xalqar rəqəmnin neçə qətim uçurğanlığını tapa alayımız. Anda olsa 0'dan tartib 99'a hesablasaq 100 dal san var, hər bir san 2 xalıq. Biz mayadakı 0 birlənimi 2 dal rəqəmdən düzülgən qılıb yazdıq. Şu 2 xalıqdan cəmin neçə dal san var? 200 dal rəqəm var cəmi. Lakin neçə xil rəqəm var? 10 xil rəqəm var. Anda olsa bunu bilsək təxminatca 20. Bu vaqtda nima cavab verdik? Hər qandaq bir rəqəmninki uçraş qətim sani neçədən buldan da olsa 20'den bolğan boldu. Tamam. O'xshash usulda o'ylansaq, birden başlab milyongacha. Anda olsa hammasini o'xshash raqamdan tuzilgan son qilish uchun agarda biz 1 milyongacha demak 999'gacha o'ylansak, har bir son necha raqamdan tuzilgan bo'ldi? 6 raqamdan. Biz anda olsa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 ta ki 999 deb muşiyagacha yazsak qandaq bir natijaga erishaymiz? Her bir sonda neçeden rakam var? 6'dan rakam var. Bir yerde neçte alsam var? 1 milyon tane san var. Bunu hesaplap baksanlar buldu. 1 milyon sanda 1 milyon 1 milyon. Her bir sonda neçeden rakam var? 6'dan rakam var. Andos bir yerde neçte al rakamımız var? 6 milyon tane rakamımız var. Deb yazıqlı oldu. Yazıqandan keyin bir yerda har bir raqamning uçrash qatim sonini o'xshash bo'lganligi uchun 10 tal raqamimiz var. Biz 6 milyonni 10'ga bo'lib olsak javobimiz necha? 600 ming. Ya'ni bizga bu yerda 3 raqami necha qatim uchraydi? 600 ming qatim uchraydi. Bo'ldi. 15. sual, töndeki şekilde 9 nokta var bulup, en az bolğanda 2 noktadan ötken tüz sızıqdan en köp bolğanda kaçını sızgılı buldu depti. Anda olsa biz bir tüz sızıqsız için neçə tal nokta lazım? 2 tal nokta. Meyada neçə tal nokta varken 9 nokta. 9 noktadan her 2 noktanı tallasak bir tal tüz sızıq asılıqlı buldu. Bunu biz tallaş yani permütasyon, kombinasyon arqılıq hesaplı oldu. Anda olsa cəmi neçə nokta? 9'dan 2'ni tallasak buldu. Normalde eğer ma 2 nokta, bir tüzsüz üstü doğmayı palan mındaq yerde, başka yerde olğan bolsa bir vasıta cevabını 9'dan 2'ni tallaş üçün yazsak buladı. Lekin ma yerde azraq fark var. Qanda biz hazır ma 2 noktadan ötken tüzsüzlikten ma 2 noktadan ötken, yoki ma 2 noktadan ötken, yoki ma 2 noktadan ötken tüzsüzlik o'xshash bir tüzsüzlik. Hesapda neçə noktadan ötken tüzsüzlik o'xshash? Ma o 4 noktadan ötken tüzsüzlik o'xshash. Şu biz bu yerda 4 noktadan 2 tane tanlasak, cəmi neçə sızıqlı bulduğanlığını tapalayımız. Bunu çıqırıb ötüşümüz gerek. Biz bu yerden anda olsa mişen ötken barlıq tüzsüzliğini çıqırıb etdik. Lekin yani bir tane tüzsüzlik qap qilish kerak. Yani hemmisi o'xshash olganligi uchun hemmisi vakillik qila oladigan tüzsüzlikdan birisi qap qilish kerak. Biz bunu hesablasak mana qanday hisoblab oldu? 9 ko'paytirilgan 8 bo'lingan 2 elingan 4 ko'paytirilgan 3 bo'lingan 2 qo'shilgan 1 mani hisoblasak 36 mani hisoblasak 6 qo'shilgan 1 dan 31 tane sızıqlı buldu.
Şunun bilen Serxillar ma'rifi tanlash imtihon sualining matematik suallari o'rtaq qismi tugadi.